Möhtərəm qərindaşlar, görüyotqanlar istansimizning haftalik muhim xabarlar sahifasi. Mazkur sayfamizda mush bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarimizni takrorlab o'tmoqchimiz. Men Juma. Men Gulchehra. Xitoy raisi Hu Jintaoning Amerika ziyorati norozilik namoyishiga duch keldi. 18 yanvardan boshlab Amerikada 3 kunlik ziyoratini boshlagan Xitoy raisi Hu Jintao 19 yanvar Prezident Obama bilan Oqsaroyda suhbatda bo'ldi. Suhbat Oqsaroy sirtida Xitoy hukumati va Hu Jintaoga qarshi olib berilgan kuchli norozilik namoyishiga duch keldi. 19 yanvar Oqsaroy sirtida olib berilgan namoyishga Uyg'ur, Tibet tashkilotlari, Falun Gongchilar, Xitoy demokratlari va tayvanliklar bo'lib, necha yuzlagan namoyishchi qatnashdi. Namoyishchilar qo'llariga Sharqiy Turkiston va Tibet bayroqlarini, shundaqla Xitoy raisi Hu Jintaoga qarshi shiorlar yozilgan taxtlarni ko'tarishga edi. Namoyishchilar Hu Jintao yolg'onchi, Sharmanda Xitoy, Hu Jintao qotil, Uyg'urlarga erkinlik degandek shiorlarni tovlashdi. Xitoy raisi Hu Jintao Amerika Davlat Majlisidagi ziyoratida majlis rahbarlarining sovuq muomalasiga uchradi. Hu Jintao Amerika ziyoratining 3-kuni Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, Cumhuriyetçi hem demokratçı rehberler bilen söhbet ilip bağan idi. Hu Jintao Avam Palata reisi John Boehner bilen Kengeş Palatasının köp sanlıklar rehberi Harry Reid qatarlıqlarını ziyaret qilganda, ular Xitoyda kişilik huquqning dafsandi qilinayotganligini tanqid qilgan. Avam Palata reisi John Boehner Hu Jintao bilan o'tkazilgan suhbat to'g'risida ma'lumot berib, Xitoyda kişilik huquqning dafsandi qilinayotganligi, diniy erkinlikning rad qilinib, majburiy bola tushirilayotganligiga doir masalalardagi andishimizni kuchli ravishda o'tirib qo'ydik deb ko'rsatdi. 18 yanvar Harry Reid Hu Jintaoning ziyorati haqidagi bayonotida Xitoy rahbarini diktator deb atagan, ham bir diktatorning sharafiga berilgan ziyofatga qatnashmaydiganligini bildirgan edi. Pakistonda oila zo'ravonligiga uchrab, uydan qochgan Uyg'ur ayol Asiya Kerim 18 yanvar 4 bolasi bilan yurtiga qaytdi. Asiya Kerim 15 yilning oldida bir pokistonlikqa to'y qilib, Pokistonning Peshawar shahrida o'ltiraqlashgan. Asiya Kerim aslan Uyg'ur rayonining Koril shahridan bo'lib, yurtiga qaytmoqchi bo'lganda, pasport va viza rasmiyatlari sababli Xitoy konsulxonasining to'sqinligiga uchragan edi. Asiya Kerim 10 oydan beri Pokistondagi Umar Uyg'ur vaqfi va Uyg'ur jamoatining himoyasida yashab kelayotgan edi. 2011 yılı 1 ayının 16 günü Türkiye'nin İstanbul şehrinde Şarkı Türkistan Kan Yığılaydı namlıq yığın ötküzüldü ve Uygur meselesi oturuq koyuldu. Yığınni Türkiye'deki en çoğun ammavi teşkilatlardan biri boğan Ülke Ocakları Teşkilatı İstanbul şöbesi uyuşturgan. Yığınga Şarkı Türkistan Yaşlar Cemiyeti'nin başlığı Tibet, Yüce Türk, Ülke Ocakları İstanbul şöbesinin məsulları ve əzaları bulup 200'e yakın adam qatnaşdı. Yığında Şarkı Türkistan Yaşlar Cemiyeti'nin Pəxri Reisi Arslan Aliptekin əpəndi söz qılıb, Uygurlar növbətdə duç kelivatqan məsələ, şundaqla Xitoy hökuməti Uygurlar üstüdən yürgüzüvatqan bastırış siyasətlərini oturuq qoydu. Amerika Davlat Majlisi a'zolarining Obamaga yozgan xatida Uyg'ur masalasi nuqtaliq ta'kidlandi. Xat 14 yanvar Frank Wolf, James McGovern qatorliq 32 nafar Amerika Davlat Majlisi a'zosi tarafidan Prezident Barack Obamaga yo'llangan. Xatda Obamadan Xitoy raisi Hu Jintaoning Amerika ziyorati jarayonida Xitoydagi kishilik huquq masalasini o'tirib qo'yish talab qilingan. Mazkur xatda Uyg'ur masalasiga alohida o'rin berilgan bo'lib, Barack Obamadan Hu Jintao bilan ko'rishganda Rabiya Qadir xonimning turmadagi farzandlarini qo'yib berish masalasini o'tirib qo'yish talab qilingan. Xatning oxirida yana Xitoy hukumatidan Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilish talab qilingan. Uyghur elida 376 odamga davlat bexatarligiga aloqador jinoyat bilan jazo berilgan. Uyghur eli doiralarining 2010 yilda davlat bexatarligiga aloqador jinoyat bilan 370 odamga jazo berilganligi ilgari surilmoqda. Bu vaqtdagi ma'lumotni Uyghur rayoni yuqori sudning raisi Ro'zi Ismoil oshkorlagan. U jazolanganlar ichida 4 avgust Saman vaqasi 12 avgust va 14 avgust vaqalariga chetilgan odamlarning borligini ilgari surgan. Xabarda yuqorida tilga ilingan 376 odamning millat tarkibi va yana qaysi vaqalarga chetishlik ekanligi ko'rsatilmagan. 1 ayning 17 kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining ma'mur raisi Asqarjon va bosh kotib To'lqin Aysa qatorliqlardan tarkib topgan vakillar Germaniya parlamentidagi kishilik huquq komitetining yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishdi.
Germaniya parlamentida Dünya Uyghur Qurultayı vekilleriga 2 kunlik ziyorat o'rinlashtirilgan. Vekillar 17 yanvar tushdan burun Berlindagi muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tanishtirish bergan. Shu kun tushdan keyin Germaniya parlamentining ba'zi yuqori darajalik amaldorlar bilan uchrashib, suhbat ilib borgan. Uchrashish natijalik oxirlashib, vakillar 19 yanvar Myunxenga qaytib kelgan. 17 yanvar kech soat 10-11lar orasida Gollandiyadagi ma'lum bir musofirlar lagerda turayotgan Akbarjon ismli bir Uyg'ur yoshini Abing ismli bir Xitoy yotoqdoshi pichoq tiqib yaralandırgan. Ma'lum bo'lishicha, Abing ismli bu Xitoy panohlik ishlari izchil rad qilingandan keyin qattiq umidsizlangan va Akbarjonga pichoq tiqish orqali g'azabini ifodalamoqchi bo'lgan. Hujumda Akbarjonning hayotiga xavf yetmagan bo'lib, navbatda Akbarjonning ahvoli normal ekan. Gollandiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va shaxslar bu masalaga jiddiy qarab, masalaning sababini surishtirmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida bu haftalik muhim xabarlarimizni bir qator eslatib o'tdik. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.